Biz bir necha yildan beri qabziyat, ya'ni ich qochish kasalligi bilan qiynalib kelgandilar. Dori-darmonlarda yordam bermagan, vaqtincha yordam bergan, keyinchalik bu narsalar ham yordam bermay, ovqatlangandan keyin qorin dam bo'lishi, qorinda og'riq, o'z vaqtida ichki yemasligi kabi belgilar bilan bizga murojaat qilib keldilar. Biz tekshiruvlar natijasida ularda Dalixa sigma kasalligini aniqladik. Bemorga demak operativ amaliyot tavsiya qildik va operatsiya o'tkazdik. Operatsiyadan keyin holatlari yaxshi. Mana 5-kun uyga javob beryapmiz. Ichlari o'z vaqtida, ya'ni normada 2-3 marta kuniga kelyapti. Bizani operatsiyamizni boshqa klinikalardan farqi, ya'ni yo'g'on ichakga yoki boshqa ichaklarni hammasini saqlab qolgan holatda operatsiya o'tkazib beramiz. Operatsiya davomiyligi 40-50 minut bo'ladi. Bemor shu vaqt ichida demak qabziyatdan qutuladilar. Ish kun bo'lyapti. Hojatlarim shug'ullar yaxshi, Xudoga shukr. Doktorlarimiz boriga shukr, shularni sog' salomat bo'lsinlar. Yaxshiman, Xudoga shukr. Xursandmisiz o'zingiz? Xursandman. Ichimiz vaqtida kelyaptimi? Qiynarbidi qabziyat? Ha, shunday azobida 3 yildan beri shunday azobatim bor. Yaxshiman, Xudoga shukr. Rahmat. Ishonsa bo'lar ekanmi? Ha, ishonsa bo'ladi. Qodirjonga, O'tkirjonga bari vrachlarimiz, mistra qizlarimiz ham yaxshi qarab, bari shirin so'z yaxshi. Kelinglar, yaxshi ekan. Shunday dard topish bo'lasizlar, yaxshi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Rahmat.